Davlat rahbarining tashqi siyosati qanchalik mukammal va jozibador bo'lsa, ichki siyosat ham undan kam emas. Negaki har ikkalasida ham bosh maqsad xalq manfaati, oddiy odamlarning hayotiga mazmun, ro'zg'origa baraka olib kirish, kambag'allikni qisqartirish. Bu uzoq yillar davomida tesha tegmagan so'z bugun davlatimiz rahbarining kundalik ish stolidagi muhim qaydlardan biriga aylandi. Ayniqsa iqtisodiyoti og'ir hududlar tezroq oyoqqa turib, ko'proq odamlarning 1-2 bo'lishini xohlaydi O'zbekiston yetakchisi. Shu yo'lda doimo izlanadi, yangi imkoniyatlarni ishga solish ustida bosh qotiradi va bugun o'sha sa'y-harakatlar natija beryapti. Kambag'allikdan batamom qutulgan, ishsizlikdan xoli hududga aylangan mahallalar soni ham ortib bormoqda. Farg'ona viloyati Oltiariq tumanidagi Obod mahallasi, e'tibor bering, 1 yilda ishsizlikdan, kambag'allikdan, oilaviy ajrimlardan hamda jinoyatchilikdan xoli hududga aylandi. Bir paytlar u yoki bu xorijiy davlatda ishlab yurgan mahalla erkaklari bugun o'z yurtiga qaytib tadbirkorga aylandi. Hovlisida issiqxona qurib, kaftagina yerdan har mavsumda 25-30 million so'mlab daromad ko'ryapti. Umuman olganda Oltiariqning Obod mahallasi o'z nomiga endi to'la mos tushdi. Hamkasbim ushbu mahalladan eksklyuziv reportaj tayyorladi. Kichkinagina qishlog'imizda shunaqangi muhtasham, chiroyli fabrikalar qurildi. Hayotimdan ming marta xursandman. Prezidentimiz tomonidan yoshlarga imkoniyatlarni eshitib, Rossiyadan qaytib, issiqxonani tashkil qildik. Bizda davlatimizchalik xalqiga yaxshiliklarni qilib berayotgan davlatlar kam. Insonning xotirjam hayot kechirishi uchun oilasi tinch, daromad manbai aniq bo'lishi kerak. Prezident tashabbusi bilan ilgari surilayotgan ko'p o'lchovli aholini kambag'allikdan chiqarish siyosatida bu maqsadni amalga oshirish uchun ipidan ignasigacha tizim yaratilgan. Birgina Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Obod mahalla misolida olaylik bu mavzuni. Aynan mana shu mahalla 1 yilda ishsizlikdan, kambag'allikdan, oilaviy ajrimdan hamda jinoyatchilikdan xoli hududga aylandi. Kambag'al oilaga kiritilgan, reyestrga kiritilgan oilalarimizni bugungi kunda hammasini kambag'allikdan chiqarishga erishdik. Prezidentimizga doimo rahmat deymizki, men 2018-yildan beri rais bo'lib ishlab kelsam, mana shu kunga qadar bunaqa yengillikni, buni yettilikni bizni mahalla uchun qanchalik foydali bo'yab turganini his qilyapman. Tadbirkorlik bo'yicha hokim yordamchimiz, ijtimoiy reyestrga kirganlarga ijtimoiy xodimimiz doimiy birgalikda ishlab, buning natijasini ko'ryapmiz. Bu yerga kelsangiz sizni dastlab tokzorlar qarshi oladi. Issiqxonalar u tomorqasida band odamlarning suhbati ko'nglingizni oydin qiladi. Xorijda ishlab qaytgan Hoshimjon Jo'rayev tomorqasida davlat ko'magida issiqxona tashkil qilib, qulupnaychilikni yo'lga qo'ydi. Prezidentimiz tashabbuslar bilan tashkil qilingan imkoniyatlardan foydalanmoqchi bo'lib, mahalla fuqarolar yig'iniga murojaat qilib, imtiyozli kredit oldik. 3 yilga 33 million so'm xonadonimiz bilan, oilamiz bilan kelishib, mana shu bo'sh turgan maydonimiz, shu yerda 2,5 sotixli issiqxona tashkil qildik. Qulpunay ko'chatlariga qiziqdik, olib kelib ekdik, agrotexnikasini o'rgandik. Sentyabr oyining boshlarida ekilgan mana shu ko'chatlar keyin noyabr oyidan o'zini mevalarini berishni boshladi. Narxida yoki nimada bas, asosiysi menga qiziqqan narsam shu erta bilanda tong ortishiga issiqxonaga kirsangiz, buni ifori issiqxona guppillab tutib ketadi-da. Mazza qilasiz, to'yib nafas olasiz, bir go'zallik, bahoriy nimada biz kutgan natijalarimiz bo'lyapti. Xudo xolasa bu yil shu olgan kreditlarimizni yopamiz. Daromadimiz hozir 25-30 million atrofida bo'ldi hozir. 6 oy, 7 oy to'xtamay hosil berib, dehqonchilik qilsa bo'ladigan navagan. Ko'pchilik qiziqyapti endi qo'ni-qo'shnilar, tanish bilishlarimiz, o'rtoq yarimlar ko'chat qilib berasan, ko'chatidan o'rgatasan deganlar bor. Hoshimjon aka xorijga pul topish uchun borgan edim, ammo shu daromaddan ko'prog'iga uyimda ega bo'lishi mumkin ekan deya migratsiyada yurgan paytlar haqida so'zlab berdi bizga. Chet elda ham ishlab keldik. Ota-onangizni oldida, farzandlaringizni, ahli-ayolingizni oldida, ular bilan bir nevaralaringiz xohlagan paytingizda ko'rasiz ularni. Dag'da ishlab yurib, bunaqa sharoit yo'q. Oldingizda bas. Uydagilarni sog'inchi, vatanni sog'inchi bu boshqa narsa.
endi men hali o'zimdan o'tkazgan nimalarim, ichimdan o'tgan hissiyotlar. Shu iloji boricha mana shu yerda o'zimiz band qilib, mana shunaqa ishlar bilan shu oilamiz davrasida yurganga yetmaydi. Farzandlar tarbiyasi bilan shug'ullanib, bu o'zimizni mahallada hasharlarda bir qatnashib, bu boshqa narsada. Chet elda yurgan odam, musofirlikda ko'rgan odam biladi buni nimasini. Qadriga yetadi baribir. Chet davlatda bo'ldim, ko'rdim. Ijtimoiy tarmoqlarda ham ko'ramiz. Bizni davlatimizchalik fuqaroga, xalqiga yaxshiliklar qilib berayotgan davlatlar kam deyman. Berilgan imkoniyatdan to'g'ri foydalanish kerak. Masalan, kredit oldingmi? Shu maqsadlik. Nimaga yo'naltirilgan bo'lsa, o'zing o'shanga avvalo qiziq, shuni orqasidan oxirigacha bor. Mening fikrim shunaqa. Sekin-sekin farzandlarimiz o'rganishyapti. O'z uyingda mana shunday mo'jaz tomorqang bo'lsa-yu, oilang bag'rida ekin eksang, ro'zg'or uchun kerakli bo'lgan barcha mahsulotlarni shu yerning o'zida yetishtirsang, kamiga qo'shimcha mavsumiga 25 million so'mgacha daromad topsang, yomon emas-a? Jasurbek Ergashev ham o'tgan yili xorijdan qaytdi. Bugun u ham xonadonida issiqxona tashkil qilgan. Imtiyozli 33 million kredit olib, shuni boshladik. Yillik daromadlarimiz yaxshi. 20 million, 25 million darom qilyapmiz. Bir mavsumda Tbilisi tashkil bo'lishidan oldin migratsiyada yurardim. Prezidentimiz tomonidan yoshlarga berilgan imkoniyatlarni eshitib, migratsiyadan qaytib, davlat tomonidan kredit olib, issiqxonani tashkil qildik. Aytishadi, yosh kattalarimiz sendan harakat, mendan barakat deb mehnat qilgan odam kam bo'lmasa ekan. Ijtimoiy ahvoli og'irligi sabab ro'yxatda turgan Nafosat Shodiyeva esa uyida tikuvchilik qilib, oilaviy budjetiga hissa qo'shyapti. Ehtiyojmand oilalardan edim, tevachilikda o'qidim, subsidiya asosida mashina berdi. Yana murojaat qildim, kredit oldim, qoramol oldim. Xudo xolasa shundan yana daromadni ko'paytirib, bolalarimizni o'qitaman, elga xizmat qiladigan yaxshi farzandlar tarbiyalaymiz. Prezidentimizga ming rahmat aytaman. Oila a'zolarimiz bilan xursandmiz. Biz turgan Obod mahallasida mana shunday sumkalarni ishlab chiqaruvchi korxona ish boshlagan va bu mahsulotlar Yevropaga eksport qilinmoqda. Eng asosiysi, mahallaning 150 ga yaqin fuqarolari shu yerning o'zida ishli bo'ldi. Oldin ishsiz edim, kunlik ishlarga chiqardim. 2024-yil oktyabr oyida ishga qabul qilindim. Hayotimdan ming marta xursandman. Prezidentimizga rahmat. Mana ishli joylar qilib qo'ydi. Dasturxonimiz to'la. Birovdan g'am tashimiz yo'q. Ishli bo'lsangiz, hamma yo'g'i unumli bo'lar ekan, barakali bo'lar ekan. Ishsiz ayollardan biri bo'lgan Gulsora Yunusova nafaqat o'zi, balki farzandlari, kelinlari bilan shu yerda ishlaydi. Kichkinagina qishlog'imizda shunaqangi muhtasham, chiroyli fabrikalar qurildi. Farzandlarimiz, kelinlarim, qizlarim hammasi shu yerda ishlashadi. Xudoga shukr. Barakali joy. Ayniqsa bolalarimizga yaratilyapti turgan imkoniyatlardan juda ham xursandman. Bolalarim hammasi mana oliy ma'lumotli bo'lib, o'qishib, rivojlanyapti turganlaridan juda xursandmiz. Avvalambor yurtimiz tinch bo'lyapti turganiga. Mana shu tinchliklarda ushab turgan farzandlarimizni o'zini farzandidek ko'rgan yurtboshimizga avvalambor rahmat deymiz. Chunki ular bizdan-da ko'proq kuyyapti. Bizni bolalarimiz uchun insonlarga qilyapti turgan g'amxo'rligidan xursandman. Chunki ularni og'irini yengil qilyapti. Muxtasar aytganda, davlatimiz rahbari tashabbusi bilan amalga oshirilayotgan farovonlik sari olib boruvchi chora-tadbirlar har bir xonadonga kirib bormoqda.